Bilet puli ham nasib bo'ldi. Metroga bunaqa hayotimda yugurmagan ekan. Eron Islom Respublikasi. Dunyoning juda ko'p metrolariga tushganman. Esengi davlatlarning ichida eng chuquri shuni Sankt-Peterburg metrosini deb bilaman. Hozir Tehrondaman. Poytaxtda bir metroga tushdim. Rekordni menimcha yangiladim. Bir tushib ko'rsatay chuqurligini. Vah, maşallah, chuqur ekan. Pastga tushib ko'rsataman, ketdik. Tajrish metro bekati, ketdik. Chetdan tushib boramiz birinchisi. Sal tezlashtiraman videoni, qarang. Birinchi etap. Mana shuni o'zi necha metr? Bir 20 metrdan chuqur, bir 30 metr chiqsa kerak. Ketdik. Birinchi etapdan tushdik. Qoyil qoldim men. Bu metrodan keldim, endi orqaga qaytyapman. Ertaga tushyapmiz. Bu yoqdan bilet olamiz hozir. Bilet narxi 10 tuman. Bunisi ikkinchisi. Qarang. Bu ham 30 metr bor, a? Ikkinchisidan tushamiz. Bu degani yana minus ikkinchi etajga tushyapmiz. Bundan keyin yana bor. 5 etaj minus ekan pastga, 5 etaj. Degani 30 metrdan 150 metr deganimi? Oxiri geldi. Yak dakika. Ha. Tugayapti, kech bu. Tezroq. Oxiri metrosi geldi. Qaranglar, bunisiga tushyapmiz endi. Bu necha metr? Uchinchisi minus 3. Bu ham 30 metr. Yo'llar endi ulgurmas ekanmiz. Pastga tushganda yopilib qolgan bo'lsa. Qanday edi bu? Yo'qda. Minus 3. Minus 4 ga qarab ketdik. Bu 50 metr bor, chuqurroq ekan burasi. Ketdi. Menga rosa qiziq ko'rindi. Menimcha hammaga qiziq. Minus 4. Va hali kassiga kelganimiz yo'q. Hali ham magazinlar qarang. Ketdik, yugurdik. Oxirgi metro ekan. Biletimiz yok. Bunisi açık aklı. Yürü. Ketdik, gel. Minus 5. Ve metroya geliyoruz. Bilet puli ham nasib bo'ldi. Metroga bunaqa hayotimda yugurmagan ekan. Geldi, o'lgudik. Ura! Maşallah. Ana şu metro. Yürü. Yakka. Ölgüdü bana. Ölgüdü. Qayl, aferin. Biz yetib keldik. Shu kunga hayratda qoldirdim. Salkam 200 metr chuqurlikda metro. Ancha trenirovka bo'ldi. Oxirgi reys ekan. Shu bilan ketib o'lgurdik. Qayl. Biletni pulini ham to'lamadik, nasib bo'ldi. Kassa ham yopilgan ekan. Bu bilan men poytaxtga boraman.